Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz Home Blends ishlab chiqarish korxonasiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi jaluzi pardalar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Assalomu alaykum. Samandar aka yaxshimisiz? Rahmat, do'stlar. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Samandar aka avvalambor taklifimizga yo'q demasdan rozi bo'lganingiz uchun tashakkur aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Qiziqarli video bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xohlasa buni obunachilarimiz baho berishadi. Bu korxona haqida ma'lumot bersangiz aka, bu qancha yildan beri ishlaydi, o'zingiz haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, korxonamiz 2013-yildan beri faoliyat yuritadi. Xo'p, o'zimga keladigan bo'lsak, 4 yildan beri ish yuritaman bu korxonada. Mahsulotlarimiz sifatli bo'lishi uchun Turkiya, Eronlardan birinchi qo'l bo'lib olib kelamiz. Xudo xolasa bular hammasi qo'l miqdorida jaluzi pardalarimiz tayyorlanadi. Samandar aka, materiallarni ko'rib turibman, assortimentingiz juda ham ko'p ekan aka. Shu haqida ma'lumot bersangiz aka. To'g'ri aytasiz Xo'jakbar aka, materiallarimiz juda ham ko'p. Men materiallarning sifatini ko'rishingiz mumkin. Mana bular 99% gacha to'sadi quyosh nuridan. Quyosh nuriga juda ham chidamli, suvga ham juda ham chidamli hisoblanadi. Bemalol yuvib ishlatilsa bo'ladi. Mahsulotlarimiz sifatli bo'lishi uchun Turkiya, Eron, Xitoydan olib kelamiz. Materiallarni hammasini. Zo'r aka. Samandar aka, mana ko'rib turibman, karnizlarni, mexanizmlarni ko'rib turibman, jaluziga ishlatiladigan. Shu haqida bir ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, Xo'jakbar aka, bizning yana bir ustunlik tarafimiz bu karniz mexanizmlarni zavoddan to'g'ridan-to'g'ri olib kelib, mijozlarga taqdim qilamiz aka. Samandar aka, bizga ko'p savollar kelib tushadi. Dikey pardasi bo'yicha aka, shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz aka. To'g'ri aytasiz Xo'jakbar aka. Bu dikey jaluzi pardalarimiz 2026-yilda eng trend bo'layotgan jaluzi pardalarimizdan hisoblanadi. Kirib kelganiga O'zbekistonga hali juda ham ko'p bo'lmadi. Buni mexanizm karnizlariga keladigan bo'lsak, alyumin karniz bo'ladi. Qolganlarini bilmadim-ku, ichidagi barcha ishlatiladigan mexanizm detallari sifatli detallardan, sifatli mahsulotlardan foydalanamiz. Materiallarimiz ham ko'ryapsiz, o'zingiz ham juda ham chiroyli. Eng muhimi aka, biz lentalarimizni sifatli bo'lishi uchun Turkiya va Xitoydan olib kelamiz. Bu mijozning xonadoniga yetib borguniga qadar bizni juda ham katta sifatlardan anaqadan o'tadi, tekshiruvdan o'tadi. Tekshiruvdan o'tish uchun bitta tekshiradigan odam qo'yib qo'yganmiz. Mijozning xonadoniga borgunigacha, mijoz xudo xolisa bizdan rozi bo'lgunigacha tekshirilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Samandar aka bizdan so'rashadi, bu jaluziga kiradimi yo pardaga kiradimi deb. To'g'ri aytasiz Xo'jakbar aka, buni ham jaluzi, ham parda o'rnida ishlatilsa bo'ladi bemalol. Xo'p, Xo'jakbar aka, buni yana bitta qulayligini aytib o'tadigan bo'lsam, pardani bilasiz, qo'lda ochib yopilinadi. Dikey jaluzi pardamizda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ipi bilan zanjiridan bemalol ochib yopsangiz bo'ladi. Bu mijozlarimizga yana bitta qulaylikni keltirib chiqaradi aka. Samandar aka, bu dikey jaluzi pardamizni qaysi xonalarga qo'yilgan afzal? Xo'p, dikey jaluzilarimizni men barcha xonalarga qo'yishni tavsiya qilaman. Masalan, domlarni ham bilasiz, balkonlari bo'ladi. Balkonlarga ham qo'ysangiz, ishlatishga ham, sifatlari ham ancha qulay bo'ladi pardadan ko'ra. Hamma xonalarga bemalol ishlatilsa bo'ladi. Mehmonxona, bolalar xonasi farqi yo'q ularning aka. Xudo xolasa pardadan ancha ustunligi bo'ladi. Xona tanlamaydi. Xona tanlamaydi dikey jaluzi pardalarimiz. Keyin mehmonxonalarga qo'ysa ham, mehmonxonalarga qo'ysa, mehmonlaringiz nomerimizni so'raydi keyin aka. Samandar aka, bu dikey jaluzi pardani katalogi bo'lsa kerak aka. To'g'ri aytasiz Xo'jakbar aka. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Dikey jaluzi pardalarimizni 100 xildan oshiq assortimentimiz bor. Mana bemalol ko'rsangiz bo'ladi aka. Uy dizayniga mos qilib, aboylarimizni, fasadlarimizning rangiga qarab chiroyli qilib beramiz. Bu однотонный varianti bo'lsa kerak. Bular однотонный varianti hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Har xil gullilarimiz bor. Agar bundan ham qalinroq, chiroyliroq narsalarimiz kerak desangiz, mana bu gulli variant. Bu gulli variantimiz ko'rsangiz bo'ladi. Agar bundan ham yaxshiroq, sifatlirog'i kerak desangiz, mana bu yerda mana setkasiz, high-tech uslubida setkasiz variantlarimiz hisoblanadi bular aka. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Materiallar ham yaxshi, sifatli. Materiallari xudo xolisa sifatli, uyaltirib qo'ymaydi aka. Bu yerda однотонный. Bu yerda однотонный variantlarimiz mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda ham 15 xildan o'zidan, shu однотонныйning o'zidan 15 xildan oshiq assortimentimiz bor aka. Materiallari ham qalin ekan aka. Materiallari ham qalin. Bu Turkiya mahsuloti hisoblanadi. Bu aka, bu materiallari rangi chiqib, ertaga yuvsa ham bo'ladimi yo
Buni bemalol yuvishsa bo'ladi. Materiallarimiz cho'zilib ham ketmaydi, ranglari ham chiqib ketmaydi. Yana bitta qulaylik buni bitta donasi kirib bo'lib qolsa ham shu mexanizm o'zidan yechib turib, o'shani yana yuvib, yana joyiga ilib qo'ysa bo'ladi. Agar hammasini yuvish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga murojaat qilaverishadi aka. Yuvib hammasini. Aka, buni keyin mijozlarimiz so'rashadi. Misol uchun uy sharoitida qanaqa qilib yuvsa bo'ladi? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, uy sharoitida bemalol yuvsa bo'ladi. Agar uy sharoitida yuvishadigan bo'lsa, bemalol mexanizmdan yechib olishadi. Yechishi, taqishi juda ham oson hisoblanadi. Ip o'tkazib, oddiygina tog'oraga issiq suv solib qo'yishadi. Issiq suv bilan parashyoli suvda ivitib qo'yib, shundan muzday suvga chayib dazmol qilib ilib qo'yishsa bo'ladi aka. Nima bilan yuvishni tavsiya qilasiz? Gellar bilanmi yo bir o'zini ximikatlari bo'ladimi o'zini? Endi o'zini yana bir ikkita ximikatlari bo'ladi. Aniq iloji boricha gellar bilan yuvgan yaxshiroq hisoblanadi bular aka. Sodalar bilan yuvib uy sharoitida. Oqartiradigan sodalar bilan yuvsangiz yaxshi bo'ladi. Rangi chiqishi boshqa. Yo'q, ranglari chiqib bir-biriga o'tib ketmaydi. Sanaqa lentalar cho'zilib ketmaydi aka. Azizlar, men sizlarni korxonamizdagi ancha yillik tajribali inson bilan tanishtirmoqchiman. Marhamat. Zo'r yoshdaman. 13 yildan beri shu sohada ishlayman. Xalqimizga chiroyli, sifatli jaluzilarni taqdim etib bormoqdamiz. Roshan aka, bu sohaga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan aka? O'zim oldindan qiziqardim. Ishlar yaxshi, o'zimga yoqadi. Roshan aka, bu korxonada nima vazifa bilan shug'ullanasiz aka? Men asosan mana shu kombo mahsulotlarni bichib yetkazib beraman. Roshan aka, avvalambor videoga tushishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat aka. Bu videoni mijozlarimiz, klientlarimiz ko'pchiligi ko'radi. Chunki jaluzini qatday ishlab chiqariladi, qiziqishadi. Kim, misol uchun, xonadonlariga ko'pchilikni jaluzi qo'yib berganmiz-ku. Shu ko'pchilik duo qiladi-da aka. Jaluzilar chiroyli chiqdi, rahmat sizlarga, ishinglar rivoj, ko'z tegmasin, qo'linglar dard ko'rmasin deb duo qilishadi aka. Shu duo qilishganda aka, sizlarning ham katta hissinglar bor avvalambor aka. Shu ancha yildan beri, mana aytyapsiz o'zingiz 13 yildan beri shu faoliyatni yurg'izib kelaman deysiz, ishlab kelaman deysiz aka. Bundan keyingi ishlaringizga omad aka. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Mana shu kichkina bo'lsa ham mana shu ko'p o'rnida ko'rasiz aka, mana sog'amiz. Korxonamiz nomidan aka. Omon bo'ling, sog' bo'ling aka. Charchamang. Samandar aka, avvalambor rahmat videoga tushishga rozi bo'lganingiz uchun aka. Xalqimizga bir manfaatli, juda ham foydali ma'lumotlar aytdingiz aka. Avvalambor kattakon rahmat. Aka, mana shu kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz aka. Rahmat kattakon. Jamoamiz nomidan aka. Kattakon rahmat sizlarga ham. Keling, endi bittani qilamiz, hadya qilamiz, maylimi? Nima sovg'a qilamiz aka? Kommentariyada bitta yaxshi fikr bildirgan odamlarga, obuna bo'lib, sizni har doim kuzatib kelib, videoni oxirigacha ko'rgan insonga bitta xonalariga mutlaqo Homelinks tomonidan bepul jaluzi hadya qilamiz. Bo'ladimi? Zo'r bo'ladi aka. Joninglar sog' bo'lsin. Jaluzi pardalar haqida qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling. Kommentariyada kim eng chiroyli izoh qoldirsa, ana shu insonni bitta oynalariga jaluzi pardalarni mutlaq bepulga o'rnatib berishni mana eshitdinglar o'zingizlar. Eng chiroyli xabarlarni kutib qolamiz sizlardan. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar, bizdan uzoqlashmanglar.